buni menstruatsiya paytida bir ikkita gormonlari bor. Tez o'ynaydigan. Endi yosh kelin tushirgansiz, bu boshqa muhitdan kelib sizni uyingizga yashayapti. Bunda ozgina gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Chunki bu ko'rib yurgan, moslashgan, o'rgangan odamlar emasda. Yangicha qonunlar yaratadi, o'g'lingiz bunga moslashish kerak, bunga ko'nish kerak, ozgina xarakter ko'rsatadi. Xullas, ikkita dunyo to'qnashuv bo'ladi. Bu 1 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil davom etadi. Shu to'qnashuvdan o'ta olsa, birga yashab ketadi. U bir-biriga to'g'ri kelmasa, xarakter ikkita olam bo'lsa, yashab ketishi qiyin. Ko'p endi biz ham hayotni ko'rganmiz, ko'p bemorlarni bilamiz. Buni o'sha moment gormon buzilib qoladi. O'sha gormon buzilganda noto'g'ri lichina qilib qo'yishadi, keyin bu qizga bisplodiya boshlanadi. Ya'ni follikul o'stirishga harakat qilishadi, yorishga, xigicha ukollar berishadi. Buni ich, dufastonol, xigi ol. Bu 6 oylik kelinga unaqa narsalar qilinmaydi. Buni prosta vitamin terapiya. Buni bitta analizini ko'rib qo'yamiz. Bunga ozgina bir sink, pink, vitamin berib qo'yiladi. Bo'ldi, yashaydi, bo'ldi. Sizlar hozir siz bola tug'ish uchun dunyoga kelib, bular uyga kelin bo'lmadingiz, tushunyapsizmi? Sizning asosiy vazifangiz bola tug'ish emas. Siz bo'ldi, prosta maza qilib yashang eringiz bilan. Hozir sizni alohida o'zi chiqarib olish kerak edi. 1 yil er-xotin maza qilib yashaydigan paytinglar. Hozir bular hozir bola chiqaradigan zavod emas. Tushundingizmi? Bularga mustaqil, men prosta buni fikrni o'zgartirishga harakat qilyapman, chunki buni xayolda miyasi turibdi. Men nimaga tug'madim, nimaga bo'lmadi, bitta aloqa qilgandan bola bo'lib qoladi degan xayolda keladi-da kelin. Bitta emas 10 ta aloqa qilsa ham bo'lmaydi endi, baribir 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy. Menda bo'lmaskan, bo'lmayapti, nimaga bo'ldi, yig'lashni boshlaydi. Siz boshqaga erga uylaning, sizning bolangiz bo'lish kerak, mana aybim yo'q degan narsalar bo'lganda bo'ladi.